Dunyodagi eng zo'r xavfsizlik tizimi qaysi davlat rahbariga tegishli deb o'ylaysiz? Videoni yaxshilab kuzatsangiz, qaysi prezident juda yaxshi qo'riqlanishini bilib olasiz. Videoga like bosishingizni unutmang. Bu yerda Rossiyaning prezidenti bo'lishi ham kerak edi. Donald Trampning himoyasi ham kulgili, ham dahshatli darajada. Kommentariyga yozib qoldiringlar, qaysi davlat rahbarini tushundingiz yoki qaysi davlat rahbari qolib ketgan bu jadvalda. Obuna bo'lishingizdan chiqmasin.